Ya bu mashina 32 mingga qimmat. Yangisini ham 32 mingga beryapti. Lekin bu mashina yangidan farqi yo'q. Sababi 13 ming kilometr yurgan. Mashina holatlari juda ham ideal, oppoqlar. 2025-yil yumshoq bolalargacha almashtirib qo'yilgan ekan. O'zini bolani emas, yumshoq bolanga almashtirilgan. 360 kameralar bor, tonirovka ruxsatnomalarigacha bor ekan. 7 oy bor deyaptilar. Bemalol ungacha minib tursangiz bo'ladi. Mashinamiz gibrid bo'ladi. C16 ga qiziqqanlar, minadiganlar juda ham yaxshi biladi. 1200 km zapas xo'pligi. Bu mashinamiz beskulchov dastuplari, slipoy zonalar, 360 kameralargacha bor. Salon holatlari juda ham ideal ekan. Ko'rishingiz mumkin. O'yindan rangidagi salon, elektropaket o'rindiqlar, multirullar, alohida displeylar, ya'ni markaziy displey, uskunalar paneli, panorama tomi, lyuklar, hamma narsasi bor, hamma narsasi ishlab turibdi. 13 ming kilometr yurgan mashina, bilasizlar, eski mashina hisoblanmaydi, yangi mashina hisoblanadi. Mashinamizni hozirgi kunda bunaqa C16 lar eng arzon sotilgani ham adashmasam 29 ming sotilgan. Biz ham shu narxga yaqinlashib qo'ydik. 28 ming 900 ga kelishib qo'ydik. Egallarimni pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib savdolassangiz bo'ladi.